Baxtimizdan so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat. Nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yonsa muhabbat. Baxtimizdan so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat. Medet bana senin barlıqın mikrim bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen Dümxanangi taşlısan kadem. Çin muhabbet akiden bilen Dümxanangi taşlısan kadem. Düşündürme hiç kimge gülüm benim üçün yanğan dilim. Bu taqdirimin sınaqlarıdan Tanrı teyli bergin kulumni. Medet bana senin barlıqın mikrim bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen Dümxanangi taşlısan kadem. Çin muhabbet akiden bilen Dümxanangi taşlısan kadem. Çin muhabbet akiden bilen Dümxanangi taşlısan kadem. Dümxanangi taşlısan kadem. Çıraylık uy tutqunuz olsa, aldı bilen akamdan özünüz kechirim so'rang. Akamga sodiq bo'ling. Kızım, qanday ahvoling'iz? Men yaxshi qizim. Nabijanning ahvoli qandayroq? Voy, nima deyotgansiz? Voy, jinim balamga nima bo'lgandi? Abla, qanday qilamiz? O'lganning ustiga tepmek degandek, akşam uning diliga asar beribdimi? Ma'qul, men hozirla baray. Eg'ir ko'ramdigan qizim, eg'ir ko'ramdigan. Men hozirla baray. Men bilan karim olmasa gitmari. Lekin sen og'rib qolsang bo'lmaydi, juma. Uxdim, hocam. Endi siz og'rib qolsangiz bo'ldi ekanda. Meni yiqitgani kasal emas. Gap. Apamni to'la ayblayvermang, Nabi. Qarang, mushta o't ichida yetib turibmi, yana men sog' deysiz-ku. Sizning bunchalar ta'tilligingizni men faqat o'ylab baxmabdi ekanman. Ta'tillik qilayotgan men emas. Balki opam. Uning jahilligining oldida mening jahilligimni ishnim garzimaydi. Apam sizga nima qildi, Nabi? Amdi o'lkangizni opamga otib qo'ydimsiz.
Apasının gapini anlab, qizimizni o'rlab qolgan bolani ko'rmabdi ekanman men. Dabaqa Gülperi. Ben davamlı gap qilsam, apam nima ish qilib mening gaplarimni ta'tirga buraydi. Nana meni yolg'iz singlim. Men uni baxtsiz bo'lsin demdimi? O'g'il shu. Siz bu nanaga yaxshi bo'lsin deysiz. Uni bir xiyim xatarga uchrab qolmasin deysiz. Lekin opam-chu, opam nanani baxtsiz bo'lib qolsin demdi nabi. Shunga opamning niyatini to'g'ri tushuning. Ba'zida opam hayajonlanib, uni buni deb qo'ygani bilan ko'ngilda faqat yomonligi yo'q. Shundaqku? U shu sizni tutami yo'q, quruq so'z, yolg'on so'z gaplarga ishinib, sangisini urib tillab qolarmikin deb ansirganlam yeri bor. Siz herkes ko'p o'ylamang. Shunga opamning ba'zi bir gaplari bizga qo'pol anglangandi nabi. Hech qisi yo'q. Ana deganchu, qarindoshlar bilan bolalar orasidagi munosabatni mushunda tanishadigan gap. Shunga ko'nglimizga yoqmagadek bir og'iz gapi chiqib qolsa, hechkicha o gapga esilolmang. Bumuz adolatsizlik bo'lib qoldi. Ma'qulmi nabi? Sening ko'ngling nima degan yaxshi Gulpari. Apam ko'nglinga o'rinsiz zarb berib tursinmi? Sen uni oqlab o'tirsa. Meni ranjimasin deb, o'zingning ko'ngli orqani mendan yushirib o'tirsanmi? Hech qisi yo'q. Men shu chog'dagi opamning ko'nglini xafaligini to'g'ri tushunaman. Men hargiz men o'rinsiz zarba berdi deb o'ylamayman. Qaysi bir ana yottiq bo'lish oldida turayotgan yurak parsini qanot ostiga olmaydi deysiz nabi. Sening shu chog'da anglaganlaring xato emasga Gulpari. Sen opamga yaxshi bo'lsin deb shu gaplarni desam, opam sening yaxshi ko'nglingni tushunmay, sening ko'ngliga azob berdi. Opamning shu qilganlari ko'ngling kagashga. Ey, gap yig'lagansa. Oy, bu gaplarning hammasi o'tib ketgan tursa, nimish ko'n xamallan so'raysiz deyman. Hamda oyil deganda uncha egisbas ishlar degan bo'lib turdi. Uning ustiga u andishlarning hammasining hozir hech qanday ahamiyati qolmadi. Oy, ajab yaxshi. Opam keldi mana. Nima? Sen opamga kelin deganmisan? Qanday qilmayamsa, gapimni anglamay mushunda yetiversangiz kelin demay. Aqibati yaxshi bo'lmay qolmasin deb opamga telefon qilgandim. Men chiqib chiqacha ya. Qizim yaxshi. Shu nimning yaqindan qizib, doktorga operatsiya to'p o'tmaydi. Nima deysiz? Siz qilmadim opa. Nabi. Güzel annenin balam. Bu otup gitip de bu. Men onda ansıratmagan. Canım baba. Ben de rencip kaldım mı? Doktor kapırdı. Akam kimni alsa, yengam shu debdikan bolam. Ildar akamning peshonasi qipitligini mush qiz shukan. Qanday qilamiz? Tuzilib qola. Yaqinning oyoqi sanasiz qansa. Yengamda xeyli o'zgarish bo'lyapti. O'xshash apa, hech qanday o'zgarish yo'q uningda. Xam xiyol qilma. U hargiz tuzalmaydi. Көз жұммайды балам. Бұрын сенің тішіңгі түйіпті тұрды. Hazır senden әпо сорды. Бұл яқшылықның işareti. Hey apa, ko'ngling nimandaq tuzsina. Haqning gibi o'ng'aylab ishinib ketadigansa. Uning kechirim so'rag'ini bir aldamchilik. U bizga yangi bir qiltoq quryapti. Onda deme balam. Yengangdan gumonlanaversak, uning diliga azob bo'lmamdi.
men kelinimde eyip nuqsa yo'q deyemayman. Hem onun özgürüş buluvatqanlığına köz yummayman. Yaqinning yaqida damı sezibdi. Biz yengamning gumonlanavermay, onunga yordam qilaylik. Yaxshi gap toshni eritadi degan gap bor jonim bolam. Sendan kechirim so'ragandan keyin senga rahmat deb qo'ysam, bu yaxshi emasmi? Mening uning qopqiniga dassa vagim yo'q, opa. Uning xoshamat qilaversak, oxiri bishimizga dassaydi. Shunga men Balam, sen oliy maktabda nima deb o'qitdik? Biz ko'maganni ko'rsin, qilinmaganni qilsin, urug' tuqqanlarga ulgu bo'lsin, urug' tuqqanlarni ön qilsin, kan qo'saq chiqishqaq odam bo'lsin deb o'qitdik. Sen nimishqa o'zingning gapida chim turib olasan? Bizning gapimizni anglab qo'y, balam. Dadang ikkimizning bu dunyoda yana qanchalik umri bor? O'rganishchida man nasihat qildigan opam ne deydi deb qolma, balam. ne demegina canım opa. Sen xo'shalli bo'lsang, men qanday eg'irchilik bo'lsa ko'tarishga rozi canım opa. Dadam ishkinlar mening bu dunyodagi tangdossiz boyligim. Mening maqsadim Eldor akam hammamiz baxtga yetsak kelmam deyman. Hozir yengam ayg'ir yoq, balam. Hech aman boshuna bo'lsa, dunyoda hammadan qimmatli narsa farzand. Dadam hozir kichik kelinim yana bir nevri tug'dirdigan bo'ldi deb xushalliqidan terisiga patmay yuradi. Qanda bağır taş apıydı o yolunun tepsikimiş balını taşlap koyğudik. Qarangma balını umatlıqını. Xuddi ilhamga qo'yib qo'ygandekli o'xshaydi ekan. Ma uyga kirgach birisi ko'rib qolmaganda sizni. To'g'ri ko'kirib ketibdi. Bag'rimga yiqib ekirdi. Bek yaxshi qilibsiz Shokat. İlham bolanglarga hamroh qilinglar degandek sizga yo'liqibdi bu bola. Agar qilinib qolmasangiz-ku, bola va qishnim qiynalishtamdi. Mana endi po'g'chi ilhom bilan tangli cho'ngib qoldi. Mendan ansirma. O deganingiz-ku rost so'z. Bu bolaga mening asraq mahrim tushib qoldi. Qandaq ota-onaydi. Mush kunlarda mushu bolani ko'chaga tashlab qo'yganday. Shu emasmi? Emdil tug'ilgan bolaning issiq ma'ridan kechgan qandaq opikin tang hech uqmadim. Maqaraq Zuhra. Bu buvoq bilan ilhomni ilib biz darhol yo'lga chiqaylik. Yozliq ta'tilda yezida turaylik. Bizning bu bolani beqib olganligimizni hech kim bilmasin. Ma'qul, bek to'g'ri dedingiz. Bolani deb bag'irligimizni urug' tuqqanligim demaymiz shumi? Shunday. Ma bolani men tug'dim. Qara. Tatbilan boy tatbiq bana. Xuddi gapimizni tushungandek kulimsirab yotdi. Agar yezdik tuqqanlar so'rab qolsa, bu bolani shaharda tug'dimda. Ma'qul. Shuning bilan siz qap qilib bir mazgil turing. Shunday qilsak, hech kim bilmaydi beqib olganligimizni. Bo'ldi. Shunday qilaylik. Biz darhol yo'lga chiqaylik. Mana. Senin balan.
Balalarning o'tlarida kuysan. Ular kulsa, senmi billa kulisan. Jafosini raytim deb bilisan, kerak bo'lsa, jiningni mu berisan. Balang to'ysa, och qolsangmi rozisan. U og'risa, senmi og'rib qolasan. U chaqirsa, o'qdek uchib borsan, to'ndim desa, quyosh bo'lib yonasan. Balalaringning qiliqlari shodliqing. Shu shodliqda talay tog'dan atlading. Şuna seni yürügümde sakladım. Köylerimde pakizlikin, aklıkın. Vücudunda nur deryası akıdı. Barcı canlılık cemalınga bakıdı. Çöçeklerin hemimizge yakıdı. Şuna nevren kucağında yatıdı. Sözlüş üçün anamның uyga kirganligingmi, menga bilindirmay 2 tuman pulni tashlab qo'yib chiqib ketganligingmi, hozir beshimda bir balo bo'ldi bilamsan. Mening erim bor, uyim bor adam tursam, nemishqa bunda ziyonkashlik qilsa? Mening baxtsiz bo'lib qilishimni xohlamaydigan adam shunday qilamsa? Bilma. Liliqi siziq pulam bir qiltaq. Lekin meni shu qiltaqqa dastima deganing uxlamay ko'ygan tushim. O pullaringni sirtqa qaraydigan numsiz xotinlaringga olib ber. Ildardan boshqa adam bo'lgan bo'lsa, mushu hamoqatlikim uchun allaqachon meni uydan qo'g'lab chiqargan bo'ladi. Uning qadriga yetmaganligim uchun qattiq pushaymon qilyapman. Tamoq etamsanmi, qo'pollik qilsammi, yo'lsizlik qilsammi, bu eg'rimni ko'tarib kelgan Ildarni bishimga ko'tarsammi arziydi. Sening shu pulingning kasofati bilan erimning oldidimi, bichara onamning oldidimi ya bo'ldim. Men unda puling keragi yo'q. Sen meni aldısan buldu. Ha? Senin aş pulgu toymaylan gözünü pulgu toyguzub koydum lan ha? Muşundaq degichi nomus qilsangchi, nomus. Men pulni ko'ribla, menda o'chilayotganligini bilgandim. Lekin men sana shuni deb qo'yay Osman. Men burunqi nana emas. Puldan qisilib qolsam, erim bor. Mening putqulam kuyamdi, sunamdi, sen bilan aloqasi yo'q. Sening kuyinishingning keragi yo'q. Menga xotirjamlik kerak. Meni uy tutquli qo'y. Endi oilamga so'g'chilik solma. Oldingda tilim tutilgan yerim yo'q mening. Bundan keyin bizga avorchilik tepma. Nanaxan. Sen meni aldısan buldu. Ha? Senin aş pulgu toymaylan gözünü pulgu toyguzub koydum lan ha?